Rahmat mag'firat oyi, oylarning yoqimtoyi, Robbim fazliga boyi. Qaysi oy Ramazon, qaysi oy Ramazon. Allah tushirgan kalom Mustafoga batamom, har so'zi dilga orom. Qaysi kitob u Qur'on, qaysi kitob u Qur'on. Ramazonning bir tuni, Qur'on tushgan shu kuni. Rahmon maktabida uni, ismi nima Qadr kecha, ismi nima Qadr kecha. Nur tog'idagi bir g'or, unda turganda muxtor, Qur'on tushganda ilk bor. Ismi nima G'ori Hiro, ismi nima G'ori Hiro. Farishtalar sardori, Rasulimiz hamkori, Qur'on keltirmoqkori. Ismi nima Jabroil, ismi nima Jabroil. Qur'onimiz ilk so'zi, Jibril keltirgan o'zi, barcha yaxshilik ko'zi. Qaysi so'z u Iqro, qaysi so'z u o'qigin. Yetdik Qur'on o'qiymiz, salovatlar aytamiz, Nabiyimiz sevamiz, unga mushtoq barchamiz. Robbim bizga rahmayla, Rasul bilan jam ayla, suhbatin karam ayla, vasliga mahram ayla. Habibimga salomim, u keltirmish islomim, fidodir unga jonim. Amin, amin Allohim. Habibimga salomim, u keltirmish Qur'onim, fidodir unga jonim. Amin, amin Allohim. Amin, amin Allohim. Assalomu alaykum. Tumanimiz aholisini mana shu muborak Ramazon hayit bayrami bilan samimiy tabriklayman. Iloyim dunyomiz tinchsin, yurtimiz tinch bo'lsin. Yurtimizga, ahilligimizga ko'z tegmasin. Prezidentimiz omon bo'lsinlar. Yurtimizda mana shu yurtimiz ahliga, xalqiga, dunyo ahliga taqdim qilingan Islom sivilizatsiya markazi, Imom al-Buxoriy majmualari muborak bo'lsin. Mana shunday majmualar inshaalloh bizni katta Qo'rg'onimizda ham kelajakda barpo bo'lsin. Mana shu qurilayotgan masjidlarimiz ham bitib, chiroyli, muhtasham bino bo'lib, xalqimizga xizmat qilsin juda ko'p yillar, asrlar davomida. Hammani bayram bilan tabriklayman. Sog' salomat bo'linglar. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ilohi poki Parvardigor, yaratgan Robbimiz butun dunyomizni tinch qilgin, yurtimizni, bu tumanimizni, bu mahallalarimizni ham tinch qilgin. Mana shu tinchlik soyasida bu xalqimizni farovon hayot kechirishini Alloh o'zing nasib qilgin. Ana ulug' kunlarga, Ramazon hayitlariga yetkazding Parvardigor. Keyingi Qurbon, keyingi Ramazon oylariga ham hammalarimizni sog'likda, salomatligida yetkazgin. Xalqimizni tinch, osoyishta qilgin. Hammalarimizni qalblarimizda o'tib turgan nimaki niyat, istak, tilaklarimizni Alloh taolo barchasiga erishtirgin. Robbana innana amanna faghfir lana zunubana va qina azabannar bi rahmatika ya arhamar rohimin.